Assalomu alaykum, hurmatli ustozlarim. Bugun sizlar bilan navbatdagi badiiy matn tahlili, ya'ni Said Faik Abbasiyanikni "Delfinlar" hikoyasini ko'rib chiqamiz. Dengizning o'z tili bor. Uni faqat qalbi uyg'oq insonlargina tinglay oladi. O'sha kuni Marmar dengizi kumushrang tovlanib, baliqchi uzoqda baliqchi uzoqdan suv betida paydo bo'lgan qora nuqtalarni ko'rib, yuziga tabassum yugurdi. Bular delfinlar edi. Dengizning eng sho'x va eng erka farzandlari. Ular go'yo suv ostidan otilib chiqayotgan kamon o'qlari kabi havodan e, kavis hosil qilar, so'ngra yana suvni bag'riga sho'ng'ir edilar. Bu shunchaki suzish emas, balki hayotni o'ziga bo'lgan cheksiz muhabbat raqsi edi. Baliqchi ularni tomosha qilar ekan, o'zining barcha tashlarini, qirg'oqdagi shovqin-suronni va kundalik ehtiyojlarni unuta boshladi. Nega biz ham ular kabi baxtiyor emasmiz, deb o'yladi u. Delfinlar hech qachon ertangi kun g'amini yemaydilar. Ular faqat hozirgi lahzani lazzati bilan yashaydilar. Ularning o'yinida na g'araz, na mansab ilinji bor. Inson esa tabiatdan uzoqlashgan sari o'zining ichki erkinligini ham yo'qotib qo'ymoqda. Delfinlar qayiqqa yaqinlashganda ularning nafas olishi eshitildi. Bu nafasda dengizning sho'r isi va hayotning kuchli quvvati bor edi. Bir lahza baliqchining nigohi delfinning aqlli ko'zlari bilan to'qnashdi. O'sha on o'zaro bir sirli bog'liqlik paydo bo'ldi. Go'yo tabiat insonni "O'zingga qayt, sen ham mana shu go'zallikning bir bo'lagisan", deb chorlayotgandek edi. Quyosh botib, delfinlar ufqqa qarab ko'zdan g'oyib bo'lishganda, baliqchi endi o'zini yolg'iz his qilmadi. U o'z ruhi dengiz bilan, delfinlar bilan, butun koinot bilan bitta ekanini tushunib yetgan edi. Xulosa: Said Faik ushbu asar orqali insonni o'zining tabiiy izlariga qaytishga, dunyo tashvishlaridan bir zum to'xtab, atrofidagi mo'jizani ko'rishga chaqiradi. Hop, bu manimcha sizlarga hozirgi yugur-yugur paytingizda, aynan attestatsiyaga hech qayerga qaramay tayyorgarlik paytingizda ozgina to'xtab, orom olishga, ya'ni ozgina hamma narsadan, a, ya'ni uzilib, o'zingizni tabiat bag'riga bag'ishlashingiz haqida, hurmatli ustozlarim, a, sarlavhani oxiriga qoldiramiz. Ikkinchi matn, ikkinchi savolimiz: matndagi voqealar ketma-ketligini to'g'ri ko'rsatuvchi bandni toping. Ya'ni tahlilni mantiqan voqealar rivojidan boshlash maqsadga muvofiq, chunki bu matnning skeleti hisoblanadi. Delfinlarning ko'rinishi, baliqchining xayollar surishi, nigohlarni to'qnashi, delfinlarning ufqqa ketishi. Taxminan hozircha shu javob to'g'ri, chunki matnda voqealar aynan shu tartibda berilgan. Avval baliqchi delfinlarni ko'radi, so'ng ular haqida o'yga toladi. Tashlarni unutadi. Keyin delfin uni ko'ziga qaraydi, nigohlar to'qnashadi va nihoyat ular ufqqa singib ketadi. Nega boshqalari xato? Qani ko'rib chiqamiz. Baliqchini uzoqqa tikilishi, quyoshni botishi, delfinlarni raqsi, dengiz isi. A, Chunki bu yerda qarang, B variantda quyosh botchi delfinlar raqsidan oldin kelgan. Delfinlarning nafas olishi, qayiq chetidagi suhbat, baliqchini o'zini yolg'iz his qilishi yo'q. A, Oxirida baliqchi umuman o'zini yolg'iz his qilmaydi, uni yonida tabiat borligini his qiladi. Dengizni kumushrang tovlanishi, delfinlarning yo'qolishi, tabiatni chorlovi, tashlarni eslash. D javobimiz variantida tashlarni eslash deyilgan. Aslida baliqchi tashlarni eslamaydi, umuman unutadi. Shuning uchun ham bu javobimiz xato. Uchinchi savolimizni ko'rib chiqamiz. Baliqchini delfinlarni tomosha qilayotgan paytda ruhiy holatiga qaysi ta'rif eng to'g'ri va eng to'liq mos keladi? A. Tabiatni sho'x va erkin farzandlariga havas bilan boqish orqali o'z hayotidagi kemtiklarni to'ldirish istagi. A, Qarang, A variantida kemtiklarni to'ldirish istagi deyilgan, ammo baliqchida bunaqa ongli istak yo'q. Chunki tabiiy erish jarayoni ketmoqda-da. B javob: o'zini dunyo tashlanishida yo'qotib qo'ygan, ichki erkinligini delfinlarning beg'ubor o'yinlarida qayta kashf etgan. A, a, Yo'q, bu yerda mantiqan to'g'ri-yu, lekin xatolik nima ketyapti? Ichki erkinligini delfinlarning beg'ubor o'yinlarida qayta kashf etmayapti. Umumiy tabiatda kashf etyapti. Shuning uchun ham bu tor doira. O'tmish xotiralari va kelajak andishasidan uzilib, hozirgi lahzani lazzati va dengizni hayot bosh quvvatidan mast bo'lishi.
Bu tor doira, chunki o'tmish xotiralari boru, lekin kelajakdan uzilib deyilmagan. Qaytagi kelajakka o'sha tabiat bilan hamohanglikda borgan. Shuning uchun ham bu tor doira. D javobimiz kundalik ehtiyojlar va ijtimoiy shovqin-suron ta'siridan xalos bo'lib, borliq va ichki mushtaraklikni tuyish. D javobni to'g'ri deymiz. Matnda tahlil e, qilganimizda o'sha baliqchi barcha tashlarni, qirg'oqdagi shovqin-suronni va kundalik ehtiyojlarni unuta boshladi deyiladida. D variantida bu aksincha to'liq ifodalayapti. A, Bu holatni, ya'ni ijtimoiy shovqin qirg'oqdan xalos bo'lib va borliq koinot bilan birlashdi degan joyi bor. Shuning uchun ham D javobimiz to'g'ri. Delfinlarni na g'araz, na mansab ilinji yo'qligi hamda ularni hozirgi lahza lazzati yashash haqidagi tasvirlardan kelib chiqib, muallif g'oyasiga zid noto'g'ri bo'lgan xulosani toping. Judayam shu kabi savolga e'tibor berasiz. Bu qopqonli savollardan bittasi. Ya'ni to'g'ri emas, noto'g'ri xulosani topishimiz kerak bo'ladi. Aynan matndagi nozik farqni anglashimiz kerak. A javobda o'qiymiz. Haqiqiy baxtiyorlikka erishish uchun inson kelajak andishalaridan butunlay voz kechib, faqatgina his va tabiiy ehtiyojlar qonuniyati asosida hayot kechirish lozim. Xo'p, A javobimiz to'g'ri deymiz. Nimaga? Chunki muallif insonni hozirgi lahza bilan yashashga chorlaydi, biroq bu kelajak andishalaridan butunlay voz kechib, faqatgina tabiiy ehtiyoj, ya'ni instinktlar asosida yashash degani emasda. Bu umuman radikal yondashuv. Matnni insoniy va ma'naviy ruhiyatiga zid. Muallif ma'naviy uyg'oqlikni nazarda tutmoqda. Hayvoniylikga qaytish emas. Shuning uchun ham zid deymiz, ya'ni muallifni g'oyasiga zid. Mana shu A javobimiz. B. Insonni tabiatdan uzoqlashishi va ijtimoiy mansab ortidan quvishi. B. Matnni o'sha to'g'ri tasdiqlaydi. Insoniyat tabiatdan uzoqlashib ketyapti-da hozir. Ijtimoiy mansab ortidan quvib ketyapti. Shuning uchun ham bu to'g'ri mulohaza. Delfinlar timsolidagi beg'arazlik va samimiyat insonni yo'qotib qo'ygan ma'naviy yaxlitlikni ramziy ifodasi bo'lib xizmat qiladi. Xo'p, S javobimiz ham to'g'ri, chunki umuman delfinlar timsolida nimaga bular bunchalik baxtli deydida, insonlar unday emas degan savol beriladi. D javob moddiy dunyo tashlari va kelajak uchun qayg'urish hissi insonni atrofidagi ilohiy go'zallikni va koinot bilan birikish lahzalarini his qilishni to'sib qo'yadi. Bu to'g'ri mulohaza. Ya'ni insoniyat moddiy dunyo tashib ketidan kelajak uchun qayg'urish, ya'ni uy qurish, mashina va hokazo nimalardir, qanaqadir moddiy boylik orqasidan ketib, tabiatdan ilohiy go'zallik lahzalarini his qila olmayapti degan g'oyani muallifimiz surgan. Beshinchi testimiz bu matn g'oyasi. Matn umumiy mazmuni va muallifni kitobxonga yo'llagan asosiy chaqirig'i nimadan iborat? A. Insoniyatni tabiat va uzviy bog'liqligini anglash hamda dunyo tashlari ichida yo'qotgan botiniy xotirjamlikni qayta tiklash. A javobimiz to'g'ri. Chunki o'sha a, matnni so'nggi jumlasi o'zini tabiiy ildizlariga qaytishga, mo'jizani ko'rishga chaqiradi. Aynan A variantida o'z aksini topgan, ya'ni botiniy xotirjamlik, uzviy bog'liqlik tushuncalarini qamrab oladi. B javob tabiat mo'jizalarini, xususan delfinlarni hayot tarzini kuzatish orqali inson o'zining moddiy va ijtimoiy va moddiy ehtiyojlaridan butunlay voz kechish lozim. Yo'q, biz butun umrimizda moddiy ehtiyojdan voz kechib faqat delfinni tomosha qilib keta olmaymiz. Bu juda ham tor doira. C variant inson o'zini tabiiy ildizlaridan uzoqlashishi natijasida baxtsizlikka yuz tutayotganini anglab yetishi va o'zligini borliq bilan uyg'unlikda kashf etishi. Yo'q, tabiiy ildizlardan uzoqlash natijasida baxtsizlikka baxtsiz bo'lib ketayotgani yo'q. Ya'ni shunchaki bu tor doira, ya'ni tabiiy ildizdan uzoqlashib, o'zini baxtsiz his qilishi degan narsa berilmagan bu yerda. Matnda DS atrofda go'zallikni ko'ra olish, atrofdagi hozirgi lahzani qadriga yetish va delfinlar timsolidagi beg'uborlikni insoniy munosabatlarga ko'chirish. Bu juda ham tor doira, ya'ni delfinlar timsolidagi beg'uborlikni insoniy munosabatlarga ko'chirish emas, matnda asosiy g'oyasi tabiatga qaytish, ya'ni tabiatdagi ruh xotirjamlikni his qilish haqida boryapti. Endi eng oxiriga sarlavhani tanlang deyman. Nimaga sarlavha eng oxirida tanlanadi? Sarlavha tanlash aslida birinchi savoli, lekin bu matn tahlilining yakuniy nuqtasi.
Chunki yuqoridagi barcha tahlil detallar, a, o'sha xronologik ketma-ketlik, ruhiy holat, muallifning g'oyasi birlashgandagina eng munosib sarlavha yuzaga chiqadi. Xo'p, dengiz erkalari, delfinlar va insoniy tuyg'ular. S varianti tor doira. A, ya'ni dengiz erkalari, delfin va insoniy tuyg'u haqidagina gap ketmagan. B javob. Marmar dengizi sohilidagi falsafiy mushohadalar. Ha, to'g'ri. Marmar dengizida falsafiy mushohada qilganu, lekin faqatgina falsafiy mushohada haqida emasda, matnda boshqa voqealar ham bor. A, faqat Marmar dengiziga urg'u berilgan uchun ham tor doira. A varianti faqat delfinlarga, B varianti Marmar dengiziga urg'u berilyapti. C variant tabiat chorlovi o'zlikka va erkinlikka qaytish. Mana shu to'g'ri. Matnni ham badiiy ham falsafiy yukini o'zida jamlagan. Zero matn xulosasi ham aynan o'zini tabiiy ildizlariga qaytish haqida edi. D variant dengiz bilan sirli bog'liqlik, baxtning asosi. Xo'p, D javobimiz juda ham tor, ya'ni D da faqatgina dengiz siri bilan bog'liq emasda, bog' tog' dala ko'pda, shuning uchun ham bu tor doira deymiz buni. Hurmatli ustozlarim, o'ylaymanki ushbu tahlillar sizlar uchun qanaqadir metodik tavsiya bo'ladi va attestatsiyaga tayyorlanishda yordam beradi. Albatta har bir maslahatlariga amal qiling. Boshqa badiiy tahlillarni o'zingiz ijtimoiy tarmoqlardan ko'chirib olib, o'sha matn haqida qisqacha tezislar, mulohazalar, mushohadalar yozsangiz, attestatsiya jarayonida badiiy matn tahliliga sizga ancha oson bo'ladi.